Okalar, bundan buyoq ehtiyot bo'laverasizlar. A palasamiz. Bundan buyog'iga A palasada mashina qolib ketadigan bo'lsa, avtobus bir tekis urib ketyapti. 2026-yil 1-yanvardan boshlab mana shu palasada qolib ketgan yoki turib qolgan mashinalar bo'ladigan bo'lsa, avtobus kelsa, sirrazu jarima qilib tashyapti. Imkon qadar mashinani mana shunaqa chetga qo'yaverasizlar. Videoni tanishiligiga jo'natib qo'yasizlar. Mana bugun birinchisidan yengili mana yangi kamera qo'ydi. A'ga bizani yo'nalish A'ga pravoy gudiga boradigan kamera qo'ydi mana. Mana bu o'rtaga oladi, ana chetga turganini oladi. Ko'rdinglarmi? Xullas 12 ta kameraga yana 2 ta qo'shildi. 14 ta kamera bo'lib ketdi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. A'da ko'p yurmanglar. Birinchidan ishga tushdi. Hamma avtobusga qo'yapti. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar bolalar. Hammanglar umringiz uzoq bo'lsin. Assalom.